Assalomu alaykum. Хорошо bilyapti. Xohlasa. İşte qizg'in yetyapti. Har bitta xonaga individual yondashganmiz. Uchovi bor, radiatorlarimiz, konvektorlarimiz, texnikalar uchovi. Xo'p, buni bu tarafda shaxtamizdan tushirib, kухnyamiz bor, kuxnyamizda kateniga tushib ketadi. Kanalizatsiyalar ikkita chunki shum izolyatsiya va kauchuk izolyatsiyalardan foydalanganmiz. Xudo xolasa, ovoz chiqmaydi. Bitta radiatorimiz, konvektorimiz bo'ladi. Bitta radiator. Stechkadan oldin har bittasini tekshirib olib, tekshirib, ko'p pullarni olib tekshirib, keyin stechka qo'ydiramiz. Xo'p. Sizlarga savol. Radiatorlar cho'y bo'lyapti. Radiatorga metaloplast turbamizni betonmiz. Xo'sh, bu PPR turbamiz nima uchun tashlalyapti? Maqsad nimaga ishlayveradi bu? Topganga prizm bor. Topgan odam bizga obuna bo'lishga. Xudo xolasa. Olib aniqlaymiz. Ko'cha tarafimiz. Topgan odamga prizimiz bor. Xudo xolasa buni. Topgan odamga prizimiz bor. Bu yerda linovka suvlariga